Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Sevbek. Do'stlar, bugungi videoda biz Sayohatchi serialini birinchi qismini olmoqchimiz. Do'stlar, video boshlashdan oldin aytib qo'yay, biroz tamom og'rigani sababli ovozlarda muammo bo'lishi mumkin. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, men videoni boshlayman. Boya aytib o'tganimdek, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Xullas, men anchadan beri yo'l yuribman, ya'niki juda ham ko'p joylarni ko'rdim va kechasi shu yerda qolib ketdim va shu yerda qolishga majbur bo'lganim sababli gulxan yoqib dam oldim. Hozircha yana mana shu go'shtlar pishgandan keyin yo'limga davom etaman. Bu yerda nimalar bor? Otqina yog'och hozir bo'lishi. What? Nima bu? Yo, bro, nima bu? Oh my god. What the fuck, nima edi bu? Kelyapti orqamdan. Och, onayni. Ot po'shit kelyapti. Qoch, ketdim yerdan. Go'shtlarim pishibdi. Onayni, qoch tezroq. Mana shu tog'ni yonidan aylanib o'taman. Va maxluq chaqirganda sekingina o'tib ketsam bo'ladi. Ha, kelyapti, как раз davom etishyapti. Men bu yerdan sekingina o'tib olib, quyon rasmini chizib yuboraman. Yaramas maxluq. Qayerda nima bo'lsa, qayerdan keldi bu? Tezroq go'shtlarni olamiz. Bo'shab olsa hech yaramas. Onayni urib yubordim. Ketmay. Bo'ldi, o'tirib oldim. как раз ketdi endi bu yerda. Onayni, nima edi bu? Qishloq, let's go. Let's go. Qishloq topdim. Yaxshi, ajoyib. Xo'sh, endi bu yerda nimalar bor? Aniq uylar bor. Nimaga ko'rib chiqsam bulardan oldin maxluq kemayaptimi? Yo'q, menimcha qolib ketdi. Nima edi bu do'stlar? O'rmon maxluqimi? Qayerdan keldi o'zi? Xo'sh, mayli, otni bu yoqqa yozib qo'yamiz hozir. Sekret o'tadi. Yana bir urinish va ajoyib. Bo'ldi, endi bu yerni yopib qo'yamiz. Yarim soat chiqib ketmasligi uchun. Bo'sh bu yerda bor. Verstak kakrat olib olamiz. Ajoyib. Tashqarida nima bor? Golem, yaxshi. Bu juda yaxshi golem borligi. Nima bor? Kravatni olib olamiz. Uychani ko'rdim. Yo'q, daraxt kerak. Daraxt. Qayerda bor daraxt? Do'stlar, lekin bu ham juda qo'rqinchli bor-ku. Nimaligini ham bilmayapman. Mayli, hozir biz rivojlanib olishimiz kerak. Mana shu daraxtni chopib olsam ajoyib bo'ladi. Ajoyib, endi bitta versagim bor aytgancha, hozir bitta yaxshi yesa bo'laman. Ajoyib, endi bitta yog'ochlik yerga. Endi esa hozir tosh olsam bo'ladi. Bundan oldin bitta toshli kerka yasab olsam, toshlarni qazib olish biroz tezlashadi. Yog'och kerkaga qaraganda har holda tezroq. Oldin narsalarni taxlab olaman. Bam. Endi tosh qazishga olg'a. Ajoyib, 20 tosh taxminan menga yetadi. Hozir toshli tapor yasab olaman. Bunday qo'yib, ozgina tosh bo'ldi. Endi toshli tapor ham bor menda. Bitta toshga pechka ham, pechka tosh tegishi. Xo'sh, ajoyib. Bu yerda yana nimalar bor? Bu qanaqa qishloq bo'ldi? Qayerga kelib qoldim? Bu maxluqni qo'rqib yugurganimdan qayerga kelganimni bilmay qoldim. Bu yerda nimalar bor o'zi? Hozir bir marta ko'rib chiqamiz. Bu yoqqa kirgan edim, adashmasam. Golemjon. Mana shu yerdan ozgina yog'och olib olsak bo'ladi. Xo'sh, ajoyib. Endi bu yerda nimalar bor? 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 Bu yerda nimalar bor
Ajoyib. Mana shu yerdan graviy ham olib olsam bo'ladi. Graviy nega kerak deyishlar mumkin. Просто так. Xo'sh. Lekin graviy chiqqani, ya'ni flint chiqqani yo'q, yaramas. Bu ajoyib flint chiqdi. Let's go. Atrofda hozircha boyagidaqa maxluq bo'lgan yo'q. Bu juda ham yaxshi. Boyagi maxluq qayerdan kelganini to'g'risi bilmayman. Shu yerga kirib olsam, bitta blok qo'yib olamiz pastga. Joyib. Shu yerda o'zimga uy qilib olsammikan, nima deysizlar? Mana ularni olib tashlayman birinchi. Shuni olib tashlasam bu yoqqa. So'ng o'rniga tosh blok qo'yib olaman. Mana 3 ta. Ya bu menimcha biroz kichkina, kattaroq kerak. Katta bo'lsa kichkinaroq. Mana shu uy qanday? Xo'sh. Biz borib ko'ramiz bu uy. Ha, bu yerdagilar yotoq uy ekan. Qayda? Yo'q, bu yer bo'lmaydi. Sandiq ko'rdim hozir. Sandiq va ichidan bir tinga keraksiz narsalar. Bu yerda uy qurib bo'lmaydi. Mana shu yer qanday joy? Oh, nomor ekan bu yerda, ajoyib. Taxminan mana shu ajoyib menga yoqdi, to'g'risini aytsam. Xo'sh. Qarachi, ko'rinishi ham chiroyli. Shuni o'zimga baza qilib olsam, ya'ni uy qilib olsam ajoyib bo'lardi. Hozir otimni olib kelaman bu yoqqa. Undan oldin mana reshetkalarni olib olishim kerak. Bitta reshetkalarni hammasini olib olaman. Ajoyib. Otim qani? What? Nari ketib qolibdi otim. Esidan chiqib qoladi, sal qolsa. Men ketdim bu yerdan. Bo'ldi, mana shu yoqqa bog'lab qo'ysam bo'ladi. Undan oldin bitta qoziq qo'yib qo'yamiz va bo'ldi, ajoyib. Endi hech yoqqa keta olmaydi. Mana shu chiroqni bittasini olib olsam, nega kerak deyishinglar mumkin, просто qiziqishga. Mana shu qo'yni o'ldirib olishim kerak. Menga qo'y juda ham kerak. Hozir yana qo'y bormi? Bu ajoyib, ajoyib. Buni o'ldirib olamiz. Albatta go'sht uchun golem araziga borib nima qilyapti? Bu yoqqa yaramas to'nga tushib ketasan hozir. Rafa tushib ketsa qaytib chiqa olmaydi. Yo'q, nima bu? What? Nima? Qoch bu yerda. Nima bu? Bu qishloqda nima bor o'zi? Nimalar bo'lib ketyapti? Yarimta jon, bittagina jon. Ishim yo'q. Blok qo'yib tashlashim kerak. Yo'q, do'stim, nima bor bu yerda? Shuni olib tashlaymiz undan oldin. Olib tashlaymiz, ajoyib. Sandiqqa solib qo'ysam ham bo'ladi. Ikkinchi inventarimni band qilib turibdi. Mana shuni ham buzib tashlasam bo'ladi. Kerak emas bu narsalar bizga. Nima ma'lum, ishini bermayman buni. Go'shtni yeb olamiz. Tashqarida hozircha hech qanday maxluq ko'ringani yo'q. Keng uy ekan, to'g'risini aytsam qanday hamma joy bor, tomi ham baland, anchagina. Uyni ikkita chiqsam ham bo'ladi. Endi hozir emas, u keyinchalik. Lekin mana shu yoqqa yoyib, menimcha bu chekkada turgani yaxshi. Joy bo'ladi, eshikni ochamiz. Nima bu? Fuat qarli, nima bu uzuncha nimadir?
Bu qishloqqa nima bo'lgan? Lanat tekkanmi bu qishloqqa? Yo bu o'rmonmi? Bu qanaqadir maxluqlar makonimi bu? Qayerga kelib qoldim o'zi? O'layli qo'rqinchli judayam. Prosta juda qo'rqinch. Qaranglar, qayerdan kelyapti bunaqa zombi? Nima bu? Zombi ham emas bu. Mutantmi nima bu? Bilmasam, tushunilmaydigan hodisalar bo'lyapti bu yerda. Shuni chekkarab qolib qo'ysam ham bo'ladi, menlarimcha. Chekkada tursa ajoyib. Chekkada turgan tursa baribir yaxshi. Keraksiz narsalarni solib qo'yamiz hozircha. Bunda ajoyib. Ketib tashqariga chiqaman. Qo'rqib turib qiziqib ketyapman. Hozircha atrofda hech narsa yo'q. Bu juda yaxshi. Lekin juda qo'rqyapman. Tashqariga chiqib kelyapti, lekin qanday qo'rquv bor. Spam point qo'yib qolib, endi chiqsam bo'ladi. Nima edi bu yoki? Onangni qo'rqitib, o'rgamchi ekan-ku. Qo'ltoqga olib ket. Tashqarida hozircha hech narsa yo'q. Hech narsa o'qish emas-ku. Aslo qo'rqyapman. Narsaga o'zimni olib ketaman. Eshik ochamiz. Hech narsa yo'q. Oddiy mob o'zimizni o'rgamchik. Onangni yoqqa berdim to'nki. Ket. Onangni mo'lladimi? Qanaqa zombi bular? Yo, biroq qani. What? Bitta o'ldirib qo'ydi. Bitta o'darda o'ldirib qo'ydi. Yaramasdan xos borib o'ldirib ketaman. Hozir qasos olaman. Yo, yaramas qayerda edi? Mana shunday. Endi qayer? Yo'qol bu yerdan to'nki. Ishga turdik hozir. Qayerga ketib qoldi? Yo, qayerga ketib qoldi bu? Yo'qol bu yerdan. Yaramas qayerga ketib qoldi bu? Nimadir yozib chiqdi. Qoch bu yerdan. Nima bor? Hech narsa yo'q hozircha atrofda. Bu otiga qo'rqib ketibman, yaramas to'nka. Bu yerda hech narsa yo'q. Nima bu? Onangni. Nima bu? Yo'q. Ya nima bu do'stlar? Qaranglar, menga tegmayapti. Hozir o'rniga borsam. Onangni qo'rqib. Yaramas qo'yolmayapti meni. O'lim. Yo, o'ldirib ushlab olar ekan bular, qaranglar. Ko'rdinglarmi? Stebek deyapti. Stebek o'ldi deyapti. Yiqib bormaganim ma'qul. Bu yerda nimalar bor? Onangni. Qoch. Tarqab olib ketdim. Yaramas to'nka. Portladi hozir. Creepermidi bu nima? Nimada tushdi? Qo'lib qo'ldim. Yarim va o'lib qoldim yana yaramas. Hozir borib hammasini o'ldirib kelaman. Qani qayerda edi? Mana shu yerdami? Hali yaramas to'nkalab bu yoqqa kel. Bitta o'ldiraman hammangni. O'lib ketdi. U ko'ryapsizlar. Seni o'ldirib tashlayman. Ket. Ajoyib ko'rasizlarmi? Bitta qo'sham. Nima oldim men? Bu yerda nima bor? Golem urganchi urishyapti. Skelet. Yo'qol yaramasdan. Onangni yo'qol bu yerdan. O'lib ketdi. Bekor olmasa bo'lmaydi. Bu qishloqni o'zim himoya qilmasam hech kim himoya qilmaydi shekilli. Bu yerda nimalar bor? Aytib qo'yay, yuragim silab to'satdan chiqmaylar. O'zimiz moblar hozircha boyaga yaramas maxluqlar ko'rinmayapti. Bu yaxshi. Nima bu?
Ko'rdinglarmi tezligini? Qanday tezlik yugurib ketdi? Voh, o'laydi. Yo'q. Bitta o'tardi yo'q bo'ldi. Bitta o'tar. Yo'q. Yomon kuchli zombi. Hozir borib o'ldiramiz. O'lib ket. O'lib ketdi o'lga. Sehrlarga qanaqadir kamon tushdi. Hozir menga buni qizig'i yo'q. Boyagilar qani? Beranma bor. Voho. Men mag'lub bo'lyaptim. Bu yerdan ketamiz. Uxlab olganim ma'qul menimcha. Hozir endi esga tushib qoldi uxlab olish. Shular hammasi o'tib ketadi. O'tib ketmasachi? Yo'q, hozir sinab ko'ramiz. Ana uxlab ko'ramiz. Ajoyib, ertalab tong. Bu qishloqdagi birinchi kunim va boyagi zombilarni hozir borib ko'ramiz. Agar yo'qolib qolgan bo'lsa, demak ular faqat tunda hujum qilishadi. Mana, birontasi ham yo'q. Yo'q, qaranglar, bironta zombi qolmabdi. O'layni, nima bu? Yo'q, suvga chiqib o'lib. Va bular kechasi ham ertongida ham yuraverar ekan. Yo'q, bro. Hozir borib o'ldirib kelaman, agar yo'qolib qolmagan bo'lsa. Mana shu yerda edi. Yo'q, bu yo'qolib qolibdi. Mana tonka yo'qolib qolibdi ham. O'ldirgandan keyin yo'qolib qolar ekan. Yo'q, yo'qolmab, mana suvda ichida. Yo'q, baqaki. Buni tashqariga chiqarmish kerak, bo'lmasa bu odamni ustiga o'tirib o'ldirar ekan. Qaranglar. Tushi ham bor, katta tushini qaranglar. Yo'q, o'laydi. Yo'q, qo'rqinchli. Nimadir tushdi undan. Achikva qarang, nimadir yassa bo'lar ekan, ya'ni craft qilsa bo'lar ekan. Hozir uyga borib tekshirib ko'ramiz. Tezroq uyga boraman. Uyga borib tekshirib ko'ramiz. Bundan nimadir craft qilsa bo'ladi degan achivka bo'ldi. Hozir uyga kiramiz. Uyga tezroq. Vestak bo'lmaydi. Sandig'imda yo'q, o'zimdek uni kamonni boramiz. Mana boyagi yashil narsani ham topdim. Hozir vestakni mana shu yoqqa qo'yib qo'ysam, eshikni tagiga. Jep, shunday qolay. Mana qaranglar, nima bu? Crowbar. Qanaqa qurol bu? Nima qurol bu? Qo'ldan nima keladi buni? 7 ataka olar ekan. Hozir qo'ydasini ko'ramiz. Bitta uradimi yoki yo'qmi? Mana ko'ramiz. Yo'q, qaranglar, bitta o'ldirdi. Ajoyib. Bunisi super qurol ekan. Do'stlar, xullas bu videoning birinchi qismi bo'ladi. Ikkinchi qismi mana shu videoga 8 ta like yig'ilganidan so'ng chiqaramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Stevbek bo'ldim.